Ana shu Forel emasmi? Ha, keling aka. Salom. Qachondan beri reklama hamma buni narxini ham yetaydi. Bu baraka topib qachon qarasa reklama. Hozir narx Nech pul bu? Xo'p, narxga keling bo'lsak, aka 5 minut shuni video olaylik. Keyin o'zimiz alohida chiroyli narx qilib beramiz sizga, aka, biraman. Shu yerda ham video. Ey, aka. Hey! Assalomu alaykum akalar hammaga. Bugun 23-dekabr. Xo'p, sizlar bilan Ford Touristor bez kabina modeli haqida gaplashamiz. Qisqacha ma'lumotga keladigan bo'lsak, model Touristor 46 4 ta porshili. Balondan balongacha razmeri 1.60, 60 ga 70 agatga tushadi. Xo'p, orqasiga shu pritsepnoyga, misol uchun xohlagan agregatlarni ulasanglar bo'ladi. Modelimiz 2025-yil ishlab chiqarilgan, probegi 0. Hop, mana skorslarni ko'rsanglar bo'ladi. Umuman 540 ming. Narxga keladigan bo'lsak, hop, yil oxirigacha xarid qilgan odamga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan qilib beramiz. Narxi 90 million. O'rtoqlar, 90 millionga Damas olgan yaxshimi yoki shunaqa katta traktor olgan yaxshimi? O'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringiz biz uchun qiziq, kutib qolamiz hammalar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Oldinda bundan katta yangiliklar sizlarni kutib turibdi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.